Bugun sizlar bilan oddiy usulda juda ham mazali apelsinli merengoviy rulet tayyorlaymiz. Birinchi bo'lib ishimizni 3 dona tuxumni sarig'idan ajratib olib, oqini oppoq qattiq ko'pik bo'lguncha ko'pirtirib olamiz. 200 gram shakarimizni oz-ozdan solib ko'pirtirishda davom etamiz. Ko'pigimiz qattiq bo'lib qotgandan keyin 1 osh qoshiq apelsin sedrasi hamda 1 osh qoshiq kukuruzning kraxmal solib ko'pirtirishda davom etamiz. Ruletimiz roppa-rosa 1 soatda pishib chiqadi. Ichiga qaymoqli morojniy krem tayyorlab olamiz. Tayyor bo'lgan ruletimiz ichiga qaymoqli kremni yarmini solib, apelsinlarimizni to'g'rab ichiga joylashtirib olamiz. Ruletimizni o'rab, ustini xohishga ko'ra dekor qilamiz. Ko'rib turganingizdek mazali bo'lgan merengoviy ruletimiz tayyor bo'ldi. Siz ham albatta yaqinlaringiz uchun tayyorlab bering. Video sizga yoqqan bo'lsa, menga obuna bo'lib, yurechani qizartirib qo'yish esingizdan chiqmasin.